O'zi aslida avtomobil ko'rinishi jihatidan ikki turga bo'linadi. Kunduz kuni boshqa dunyo bo'lsa, kechasi esa o'zgacha. Boshqa avtomobillarni bilmadim, lekin Cadillac'ga tushgan sari vahimasi ortib boradi. Cadillac oilasi klassik motor hajmidan voz kechmagan holatda 602 litrli V obrazli 8 silindrli 420 ot kuchi 624 Nm ni o'rnatgan bo'ladi. Sport platuning bo'lganligi uchun avtomobil to'liq elektropaket bilan jihozlangan bo'ladi. Interyer premialni nappa ko'chalarida, eshiklar elektron tarzda ochiladi va yopiladi. O'rindiqlarda isitish, sovutish, massaj, premium audio sistema AKG'dan yaxlit monitorlar va 36 dona akustika. Orqadagi yo'lovchilar uchun ham monitorlar Alcantara tom panoramasi bilan. Ko'pchilik so'raydigan, lekin haqli savol. Cadillac Escalade yumshoqmi? Cadillac Escalade oilasi aynan avtomobil yumshoq va elegantni yurishi uchun multispok R22 diskalarini xaridorlar uchun taqdim qiladi. Va yana qo'shimchasiga yangilangan Super Cruise sistemasiga va Air Ride, ya'ni podveska uchun ham yordam beradi. Narxi esa bor yo'g'i ochiq savdoda 127 ming AQSh dollari bo'ladi.